urush chiqaradigan rostdan murosaga keltiradigan yolg'on afzal. O'zbek adabiyotiga modernizmni olib kelgan bir yozuvchi bor. U insonni zamonaviy adabiyotimiz ustuni desak ham bo'ladi. Nazar Ishonqul. Uning Ikkinchi jahon urushi davrini yoritgan bir qissasi bor. Unda urushdan qaytgan bosh qahramonning xotinining xiyonatiga jamiyatning qarashi qalamga olinadi. Hozirda tarmoqlarda juda ko'p ko'rishlar soniga erishayotgan, xalq tili bilan aytganda zapallar anchagina ko'paygan. Endi hayot qilyapman dedim. Hayot qolmasin, yaxshi ayolsan dedim. Yaxshi ayolsan dedim. Hayot qilib yuribman. Hurmatda qachon qildik endi? Qattiq gapir. Menga ham deyishdi, mayli, bilganingda qil. Sen nimaga mening uyimga kirding? Aslida bu narsani eslatmoqchi ham emasman, lekin bunaqa holatlarni kamayishiga xizmat qiladigan roman yozsa ham arziydigan holatda turibmiz. Olinman ismi. Bu so'zni aytish men uchun qanchalik qiyin bo'lsa-da, 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan odamlar urf qilib aytib yurdi. Ha, ular ham bizning yurtdoshimiz, bizning millatga mansub. Romanchiligimizning asoschisi bo'lmish Abdulla Qodiriyning bir she'ri bor. Ko'r bizning ahvolimiz. Mayli, davom ettirmay qo'ya qolay. Chunki bu she'rda bizning boshqa illatlarimizga ham oyna tutilgan. Xorazmda Ichki ishlar boshqarmasi xodimi eri Rossiyaga ketgan ayolning uyida yarim kechasi qo'lga olindi. Oila muqaddas. Turmushda bo'lgan har qanday xiyonatni har qanday davrda har qanday madaniyatli xalq qoralab kelgan va biz ham bunga tish tirnog'imiz bilan qarshi kurashamiz. Ha, xiyonatga. Ko'cha razborlarida ajoyib bir gap bor. O'zingda bo'lur. Ha, o'zingda bo'lur, o'zbegim.